Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Farg'ona davlat universiteti axborot texnologiyalari kafedrasi dotsenti Shermatova Hilola Mirzayevna. Bugun sizlar bilan multimedia kontentdan foydalanish, interaktiv darsliklar, video va podkastlar bilan ishlash mavzusida suhbatlashamiz. Ushbu mavzuyimizni quyidagi rejalar asosida olib boramiz. Multimedia va kontent tushunchasi, interaktiv darsliklar haqida ma'lumot, video va podkastlar. Bu mavzuni suhbatlashib o'tishdan avvalo multimedia tushunchasiga biroz to'xtalib o'tishni lozim deb ko'raman. Multimedia o'zi nima? Multimedia lotincha ko'p va vositachi bo'lmoq degan ma'noni anglatadi. Ya'ni ko'p muhitlilik deb ataladi. Bunda nima? Matn, grafik, tovushli hamda video ma'lumotlardan foydalanish tushuniladi. Ana shunday qurilmalar, ya'ni videolar, grafiklar, tovushlar yozishga imkon beruvchi qurilmalar kompyuterga ulangan bo'lsa, mana shunday qurilmalari mavjud bo'lgan kompyuterni multimedia kompyuter deb ataladi. Multimedia hozir aytib o'tganimizdek, avvalo matn. Har qanday ma'lumotni matn orqali ifoda etiladi. Bundan tashqari, kommunikatsiya va axborotlar, turli xil animatsiyalar, grafiklar, videolar, ovozlar, ya'ni musiqalar hamda turli xil interaktivliklar qo'shilib, hammasi birgalikda multimedia hisoblanadi. Endi shu o'rinda kontent tushunchasiga biroz to'xtalib o'tishimiz kerak. Kontent o'zi nima? Biron bir maqsadli loyihani tayyorlashda yaratilgan sahifa, videorolik yoki biron bir tasvirni kontent deb atash mumkin. Endi esa multimedia kontent nima? Multimedia kontent bu bir nechta axborot turlari. Mana o'sha matn, tasvir, audio, video, animatsiyalar birgalikda ishlatiladigan raqamli kontent turini biz multimedia kontent deb ataymiz. Bu multimedia kontent bugungi kunda juda ham ko'p ishlatilyapti. Masalan, reklamalarda, televideniyada ham, reklamalarda, marketing tizimida, ta'lim berishda, axborotlar tarqatishda multimedia kontentdan juda ham ko'p foydalanilyapti. Multimedia kontentning turli xil afzalliklari bor. Qanday? Vizual eslab qolish kuchliroq bo'ladi. Ya'ni bilamizki, o'qigandan eshitganni ko'proq esda olib qolinadi. Eshitgandan esa ko'rganni, ko'z bilan ko'rganni ko'proq esda olib qoladi. Shu nuqtai nazardan vizual eslab qolish kuchliroq bo'ladi va bundan tashqari video va animatsiya orqali murakkab tushunchalar soddaroq ko'rinishda taqdim etiladi. Masalan, deylik, matematik formulalar, funksiyalarni oladigan bo'lsak, tinglovchilar turli xil uzundan uzun raqamlar, x, y va boshqa belgilarni birgalikda kombinatsiyasini ko'rganda uni nima ekanligini tushunish biroz qiyin bo'ladi, agar auditoriya matematikadan ozgina yiroqroq bo'lsa. Lekin agar shu holatda mana bunday turli xil programmalar, masalan, Matcat, Mattype, Grapher, Surfer dasturlari yordamida o'sha uzundan uzoq funksiyalarning mana bu ko'rinishdagi grafiklari aks etadigan bo'lsa, bunda tushunish yana ham osonroq. Yaqqol ko'zga ko'rinib turganligi uchun fikrlash osonroq bo'ladi. Bundan tashqari foydalanuvchini jalb qiladi, interaktivlik orqali ishtirok etishini ta'minlaydi. Inson fikrini 20 minutdan uzoq ushlab turish biroz qiyin bo'lar ekanda. Mana shu holatda interaktivlikka, ya'ni multimedia kontentlarga urg'u ko'proq beriladigan bo'lsa, dars jarayonida ham, reklamalarda ham va boshqa marketingda ham shunga ko'proq urg'u beriladigan bo'lsa, shunda jalb qilish qulayroq bo'ladi. Endi bundan tashqari masofaviy ta'lim uchun qulay. Ya'ni onlayn darslarda keng qo'llaniladi. Masalan, onlayn darslarni
Zoom orqali platformasi orqali, YouTube orqali amalga oshirish mumkin. Mana shu holatlarda yoki turli xil platformalar yaratilib, unga videolar, turli xil kontentlar qo'yish tinglovchilar uchun ancha qulay bo'ladi. Tushunib olish qulay bo'ladi. Xo'p, endi mana shu multimedia kontentlarning bir bo'lagi bo'lgan interaktiv darsliklar haqida ozgina tushuncha bermoqchiman. Bu darsliklar oddiy darsliklardan farqi shundaki, unda o'sha testlar, savol-javoblar, turli xil grafiklar ishtirok etishi mumkin. Masalan, tinglovchi o'qib o'rganyaptimi o'sha darslikdan, unda o'zi ham ishtirok eta oladi. Topshiriqlarni bajarish, testlarni yechish orqali, hattoki turli xil fikrlarni jo'natish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bu shunday bo'limlarga ajraladi. Mana o'quvchini faol o'rganishga undaydi interaktiv darsliklarda. O'rganish jarayoni qiziqarliroq bo'ladi. Interaktiv darsliklar bilan oddiy darsliklarni farqlaganimizda, bunda o'rganish jarayoni ancha qiziqarli bo'ladi va mustahkamlovchi topshiriqlar bo'lganligi uchun inson tinglovchi o'zini bilimini tekshirib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Interaktiv darsliklar yaratuvchi turli xil dasturlar juda ham ko'p. Internetdan topishimiz mumkin. Shularga misol qilib bir ikkitasini aytib o'tmoqchiman. Flipbuilder deb nomlangan mana interaktiv darslik yaratuvchi programmamiz bor. Bu juda ham ajoyib dastur bo'lib, drag and drop usulida videolarni, audiolarni, rasmlarni tortib olib o'tish oson usulda darsliklar yaratish imkonini beradi. Katoba Author deb nomlangan dasturimiz bor. Bu ham interaktiv darsliklar yaratishga yordam beradi. Bunda turli xil viktorinalar, videolar va animatsiyalar yordamida darsliklar yaratish imkoniyati mavjud. Va hozirgi kunda juda ham keng tarqalgan Canva darslik yaratish imkoniyati bor. Bu Canvada o'sha video, audiolardan tashqari juda ham keng shablonlar, dizaynlari mavjud. Shulardan foydalangan holatda turli xil darsliklarni yaratish imkoniyati mavjud. Va juda ham ko'pchilikka keng tanish bo'lgan va qiziqarli bo'lgan iSpring Suite dasturi. iSpring dasturini ishga tushirganimizdagi ko'rinishi ushbu ko'rinishda. Bunda biz turli xil kurslarni yaratishimiz mumkin, ya'ni masofaviy o'qitish uchun kurslar yaratishimiz mumkin va albatta kurslar tarkibida testlar bo'lganligi uchun testlar ham shu dasturning o'zida yaratiladi. Turli xil interaktivliklar yaratish mumkin. Dialog, ya'ni muloqot olib borish imkoniyati mavjud. Ekranni yozish imkoniyati, turli xil kitoblar, ya'ni 3D kitoblar yaratish mumkin. Endi interaktiv darsliklar yaratayotganimizda mana bu interaktivnost degan bo'limni tanlaganimizda ushbu oyna ochiladi. Bu oynada turli xil shablonlar beradi. Mana shu shablonlardan bittasini istaganimizni tanlab olishimiz mumkin. Mana bu yerda men akordeon degan shablonni tanlagan edim. Ya'ni bir nechta panellari bor. Mana o'zi 3 ta panelni taqdim etadi. Biz добавить panel yordamida bir nechta yana qo'shishimiz mumkin yoki удалить qilishimiz mumkin. Bu tomon asosiy ishchi soha bo'ladi. Shu ishchi sohaga matn, video, rasm, grafika, animatsiya istagan ma'lumotni bitga joylashimiz mumkin. Mana masalan ushbu ko'rinishda. Mana birinchi panelga yozdik, undan keyin ikkinchi panelga mana tayyorlayapmiz va uchinchi panel. Publikatsiya jarayoni mana xuddi akordeonni o'sha panellariga o'xshash. Bunda nazad, dalya nomli tugmalar ham mavjud. Xolasak u tugmalarni olib tashlashimiz ham mumkin yoki o'zbekchalashtirishimiz ham mumkin.
hozir prosmotrda mana endi publikatsiya jarayonini ko'rishimiz mumkin. Publikatsiya qilinganda avvalo nom so'raladi. Mana bitta akordeon degan yozuv turibdi. Buni biz kitobimizning nomini qo'yishimiz mumkin shu yerga va obzor tugmasi yordamida qaysi papkaga saqlash kerakligini ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Mana shu yerda mana hozir aytib o'tganim va nihoyat publikatsiya zaвершена degan yozuv chiqyapti, ya'ni publikatsiyamiz tugadi. Endi uni prosmotr interaktivnost yordamida qanday ko'rinishda ekanligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana bu ko'rinishda, ya'ni veb sahifa ko'rinishda bo'ladi. Veb sayt yordamida ochiladi. Mana multimedia nima? Bu panelda tanlaganimizda shu haqida ma'lumot. Mana bu video ko'rish mumkin. Keyingi content degan panelda tanlaganimizda content nima haqidaligi, multimedia content degan tanlaganimizda keyingi va hokazo mana shu yerda juda ham ko'plab panellarni o'zimiz yaratib olishimiz mumkin. Bu iSpring dasturida interaktiv darslik yaratish jarayoni. Endi keyingi rejaga o'tadigan bo'lsak, video va podkastlar. Podkast o'zi nima? Podkast tovushli formatda tayyorlangan darslar, odatda intervyular, suhbatlar, qisqacha izohlar shaklida bo'ladi podkastlar. Podkastni bilasizlar, YouTube kanalida juda ham ko'plab ko'rish mumkin. Aksariyat holatlarda suhbatlar ko'rinishda joylanadi va tinglovchilar uchun turli xil darslarni ham yaratish mumkin. Xohlasak video shaklida yaratish mumkin, xohlasak suhbat shaklida yaratish imkoniyati bor. Endi video darslar bular nima? Biz hozir aytib o'tganimiz interaktiv darslardagi ma'lumotni video darslar shaklida ham berishimiz mumkin bo'ladi. Bular ko'proq masofaviy ta'limda qo'llaniladi. Endi podkastlarni yaratish qanday amalga oshiriladi? Avvalo buning uchun YouTube kanalida o'zimizni akkauntimizga ega bo'lishimiz kerak. Bu haqida to'xtamayapman, chunki hamma hozirgi kunda akkaunt ochish imkoniyati juda ham yuqori. Buni bilasizlar. Xo'p, mana o'zimizning akkauntimiz orqali kirganimizda sozdать tugmasi bo'ladi. Mana shu sozdать tugmasini bosganimizda добавить video, начать трансляцию, создать запись ko'rinishdagi buyruqlar bor. Shundan biz начать трансляцияni bossak, bu to'g'ridan to'g'ri suhbatlarni, videolarni YouTube'ga joylash imkoniyati bo'ladi. O'sha podkastlarni YouTube'ga joylash imkoniyati bo'ladi. Bunda o'sha zapros jo'nating deyapti va 24 soatda aktiv holatga o'tadi deyapti. Bu har doim emas. Birinchi marta podkast yaratayotganingizda sizga shunday ma'lumot beradi. Ya'ni yaratish tugmasi bilan to'g'ridan to'g'ri efir tanlaganingizda 24 soatdan keyin tayyor holatga keladi. Bunda foydalanuvchi o'zini shaxsiy ma'lumotlarini kiritishi kerak bo'ladi. Mana bu yerda mana получить SMS deyapti. Ya'ni SMS orqali nimani kodni qabul qilish. Bu yerda telefon nomerini kiriting deyapti. Bunga telefon nomerimizni kiritamiz hamda dalya tugmasini bosish kerak bo'ladi. Bunda telefon nomeringizni to'g'ri formatda kiriting deyapti. Ya'ni o'sha O'zbekistonda tanlab, nomerni tanlab davom etishimiz mumkin. Mana bu yerda mana kod keldi. O'sha kodni kiritamiz va отправить tugmasi bosiladi. Bosilganda mana подтвержден, ya'ni ma'qullandi. Telefon raqam to'g'ri qabul qilindi. Endi bunga mana aytayapti 24 soatdan keyin xabar olish kerak bo'ladi. Va 24 soatdan keyin kirganimizda akkauntga yaratish tugmasini bosganimizda yana mana shu holat va bu YouTube'dagi turli xil videolar ko'rinib turibdi. Jonli efirni tanlaymizda translyatsiyani boshlash mumkin bo'ladi. Bunda aytib o'tganimdek, turli xil
darslarni, videolarni, suhbatlarni yozib olish mumkin. Suhbatlar yozayotganda turli dasturlarda, masalan, OBS Studio va boshqa dasturlardan foydalanish mumkin. Bir nechta kameralardan foydalanish mumkin. Bir nechta ssenariylar ochib olib turib, bitta ssenariyadan boshqasiga o'tish. Ya'ni ikkita inson yoki uchta inson o'tirgan bo'lsa, undan bunga o'tib, kamerani bir-biriga bog'lab, o'tkazib, podkastlarni yaratish imkoniyati bor. E'tiboringiz uchun rahmat.